Yaxshi motordaşlar, yürek nayetibek xoşallıqni talab qildi ekan. Şuna ba'zanda mana o'zimning kayfiyatini o'zim to'g'irlash uchun naqsha etib, o'zimning ko'nglini o'zim xush qilib, mana shunday so'pa ishlab chiqarib qo'yman to'rdoshlar. Amaliyotda o'zimma nayetdim mijazim nayet sho'q. Mana shu kasal tassamma nurg'un g'am qayg'u xafalik ichidan yana o'zimga xo'shallik izlab, xo'shallik ato qila olayman o'zimga. Kayfiyatimni nayet yaxshi tutaman. Mening mandaq keslim bor ekan. Menga mana shunaqa qalqansimon biz munakchi JJ 3-daraja mana shu qalqansimon bizning iqtidori yuqorilab ketgan deb diagnoz qo'ygan vaqtimda shunchalik ko'nglim yerim bo'ldi. Yana shu ko'nglimning yerim bo'lganligining ichidan yana o'zim tasalli berib, to'xta, sening oldingda boqadigan balang bor, opang yo'q, sana hu deyish bormaydi. O'zingga o'zing cho'qim men qaysar bu kunlarim o'tib ketadi deb o'zingga o'zing ishonch bog'lamasang bo'lmaydi deb shunday kunlarimda o'zim tasalli berib mushkunga ulashib keldim to'rdoshlar. Bu yurak ashbak xo'shallikni talab qildi ekan. Mushu yurak kasal tatiyotgan har bir bemorga deydiganim kayfiyatingni yaxshi tutinglar. Kayfiyat odamningki 70% doğrusu ekan. Yeydigan dorilarimiz 30% egallasa, kayfiyat 70% egallaydi ekan to'rdoshlar. Chunki men o'zim nurg'un kasal tatib baqdim, nurg'un cho'ng doktorxonada yolg'iz yotdim. Shu ahvol ostida men yana o'zim xo'shallik beg'ishlab, o'zim kayfiyatimni yaxshi tutib hozir qadar mushunchalik sog'lom holatda turibdiman. Endi o'zim avaylab 2-3 kilodan ortiq beram, faqatlam ko'tarmayman. Xafalik boyaga bormayman, xo'shallik izlayman. Shu o'zimga bir huzur ato qila oladigan odamlar bilan aloqa qilaman. Mana shu xafalik töküdüğün, dert töküdüğün, jığlaydıgan adamlar bilen az alışma. Şu meyli yürek kesel bolsun, meyli başka kesel bolsun, kesilingini kallanını kırgızmalı to'rdoshlar. Ro'yi besim adamның birinchi düşməni, birinchi eng ig'ir kesel maş ro'yi besimka. O'zingni xo'shal tutib, kayfiyatingni yaxshi tutib, qilsanglar cho'qim kesilingni kundan kunga yaxshi o'tkazadiganga ishonma. Chunki men o'zimning kayfiyatni ashaq tanishayman to'rdoshlar. Meni Şinjanның har qaysi nay viloyat shahar yezillardan ishkir o'lkada turib meni qo'llayotgan mushu Şinjanlik Uyg'ur qarindoshlar bo'lsin, kebab do'kon ochadigan ashlidan tatib mushu atachining mahsulotini salaman. Mushu atachininki mayli erlar bo'lsin, qalqansimon baz bo'lsin, balyotqi bo'lsin, muskul o'smis bo'lsin, yurak qarta bo'lsin. Mushu Abdulla Mahmud ustamninki uyuzining retseptida, uyuzining retseptida ishlab chiqarib bozorga salgan mushu atachi markasidagi mahsulotidan bizim elib iste'mol qilib baqsaq bo'ldi ekan. Mush xonimma tig' tegmay, pichoq yemay, saqiyibdi. Meni 3-daraja ekan, 3dan 4 ga qarab mengibdi ekan. Bir tarafim salli, bir tarafim orli chiqqan. Mush kesilma mush ayolni saqiyibdi deydigan to'rdoshlar. Mush qalqansimon bazga qarta mush Abdulla Mahmud ustamninki mahsulotini yeb beqishinglarni kuchli tavsiya qilaman. Chunki o'zim 6 oy saqaydim. 6 oy yedim, 6 oy saqaydim to'rdoshlar. Mushu mahsulotni ep yesam bo'ldi deydigan to'rdoshlar, boshpatda undidor nomer bor. Boshpatdagi undidor nomerini qo'yishib, agar qilsanglar bo'ladi. Telefon nomerim 150 99 29 79 79 to'rdoshlar.